Assalomu alaykum, xayrli kun barchaga. Qizlar, qalaysizlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Charchamayapsizlar? Men yaxshiman. Storieslarga kamnoma bo'lganim sababini bilasizlar. Endi shunaqa paka hozircha kamnoma bo'lib turamiz. Xudo xolasa yaqinda yana ko'p chiqishga harakat qilaman. Va sizlarga aytganimdek, o'sha ozgina semirganman, ozishim kerak tezlikda baribirga ham bilasizlar. Vayinlarda chiqamiz, boshqa narsada chiqamiz. Qarasam o'zimga yoqmayapman-da. O'sha uchun tezroq ozishga va o'sha atyoqlarimni ketkazishga harakat qilish maqsadida men NL kompaniyasidan boshqa mahsulotlarni xarid qildim. Bugun уже boshlayman. Buni ancha oldin zakaz qildim keluvdi va bugun sizlarga ko'rsatib, sizlarga natijasini bo'lib borish maqsadida ham aytib o'tib ketmoqchiman. Bilasizlar, NL kompaniyasi mahsulotlari juda ham sifatli va vitaminlarga boy bo'lgani uchun bemalol emizikli ayollarga ham mumkin. Aynan men ham savol kelgan, bolangizni ona suti bilan boqyapsizmi deb. Ha, ona suti bilan boqyapman. Aynan bu mahsulotlar